Cappuccino bilan lattening farqini bilasizmi? Cappuccino bilan flat white'ni sizning kayfiyatingizni, energiyangizni va hatto ish unumdorligingizni boshqaradigan har bir qahva tomchisi haqida bilishni va biroz oldingi savollarga javob topishni xohlaysizmi? Va video oxirida dunyoning eng mashhur 10 ta qahva turlarining ta'mi, energiya berish, sog'liqqa ta'siri va hatto kuningizni qanday strategik boshqarishni tushunasiz. Lekin avval birinchi qahvani tanlash sirrini bilishingiz kerak. Oxirida men sizga shuni aytaman. Qaysi qahva sizga haqiqatdan mos keladi va qaysi biri sizni aldashi mumkin? Qahva olamiga kirish. Avvalo aytish kerak, bu video nafaqat boshlovchilar, balki tajribali kofe sevuvchilar uchun ham mo'ljallangan. Chunki dunyoda qahva ichadigan milliardlab odamlar bor, lekin ko'pchilik ularning haqiqiy tafovutlarini bilmaydi. Siz o'zingizni tajribali deb hisoblasangiz ham, oxirida bir necha sirlar sizni hayratga soladi. Hamma qahva turlari dunyoda o'zgacha iste'mol qilinadi. Masalan, Turkiyada turk qahvasi tarixiy ritual, ya'ni oddiy ichish emas, balki an'anaviy tarzda tayyorlash. Avstraliyada flat white ijodiy energiya manbai va cold brew yozgi sovuq energiya uchun mukammal. Siz bu tafovutlarni bilganingizda qahvani endi shunchaki ichimlik emas, kuningizni boshqarish vositasi sifatida ko'rishni boshlaysiz. Va albatta bu videodan so'ng espresso, kuchning konsentrati. Espresso qahva dunyosining raketa dvigateli. Kichik stakanda faqat siz tomchi ichasiz, lekin u sizning yuragingiz va ongingizni darhol uyg'otadi. Espresso tayyorlash san'ati, ekstraksiya. Har bir tomchi 25-30 soniya ichida qahvaning barcha aromati va kofeinini chiqaradi. Tasavvur qilyapsizmi? Bir necha gram qahva va sizning ongingizni uyg'otadigan barcha kuch bir stakanga sig'dirilgan. Savol: espresso sizni tez uyg'otadimi yoki faqat kuch beradi? Javob esa oddiy, ikkalasi ham. Shu sababli espresso boshlovchilar uchun ham, tajribali kofe sevuvchilar uchun ham asosiy baza. Americano, uzoq davom etuvchi energiya. Americano espresso suv bilan suyultiriladi, lekin uning kuchi yo'qolmaydi, balki sizga barqaror energiya beradi. Demak, espresso raketa dvigateli dedik. Americano esa barqaror reaktiv samolyot. Siz tez kuchni his qilasiz, lekin yuragingizni haddan tashqari tezlatmaydi. Savol tug'iladi: ish kuni davomida tez uyg'oq bo'lishni xohlaysizmi yoki barqaror energiya kerakmi? Go get him, boy. Javob esa oddiy. Uzoq muddat konsentratsiya uchun Americano eng ideal. Dunyo bo'ylab ofis xodimlari Americanoni ish vaqtida eng ko'p ichiladigan qahva turi sifatida tanlagan. Bu ichimlik sizga strategik ustunlik beradi, chunki sizning energiyangiz tartibga solinadi. Cappuccino, yumshoqlik va balans. Cappuccino espressoni yumshoqlik bilan o'rash san'ati. Agar espresso raketa dvigateli bo'lsa, cappuccino unga amortizator qo'shilgan versiya. Kuch bor, lekin u sizni urmaydi. U sizni asta-sekin uyg'otadi. Cappuccino 3 qismdan iborat: espresso, issiq sut va sut ko'pigi. Lekin bu shunchaki aralashma emas, bu balans. Sut espressoning achchiqligini yumshatadi. Ko'pik esa hid va ta'mni sekin ochadi. Tasavvur qiling, kuchli musiqa ustiga yumshoq fon qo'shilgandek. Cappuccino faqat ichimlik emas, u Yevropa qahva madaniyatining sekinlashgan, suhbatga ochiq, ijtimoiy tomoni mahsuli. Espresso ishchilar uchun yaratilgan bo'lsa, cappuccino odamlar bir-biri bilan o'tirib ichishi uchun shakllangan. Va endi cappuccinoni flat white bilan farqini tushuntirsak, latte bilan farqini keyingi daqiqalarda o'rganib olasiz. Flat white esa ko'pik deyarli yo'q, faqat juda yupqa, balki uni oldinga chiqaradi. Ta'mi kuchliroq, to'liqroq seziladi. Qisqacha aytganda, cappuccino kuchni yumshatadi, flat white esa kuchni saqlab qoladi. Latte yumshoq va barqaror. Latte cappuccinodan sut ko'proq bo'lgan shakli. Tushunyapsizmi? Espressoning kuchi sutning yumshoqligiga o'raladi. Siz asta-sekin uyg'oq bo'lasiz. Amerika va Yevropada latteni kundalik ichimlik sifatida ichish odati bor. U sizga nafaqat energiya beradi, balki shirinlikni ham oshiradi. Bir kichik tadqiqot shuni ko'rsatadiki, latte ichgan odamlar ish kunida ko'proq fokuslangan bo'ladi. Espresso ichganlar esa qisqa muddatga uyg'oq bo'ladi, lekin keyin charchaydi. Shu sirni bilganingizda siz qahvani strategik vosita sifatida ko'rasiz. Mocha, shirin kuch. Siz bir vaqtning o'zida shirinlik ham, energiya ham olasiz. Shu savol tug'iladi: shirinlik energiyaga ta'sir qiladimi?
Ha, espresso va shokolad birga ishlaganda ikki tomonlama stimulyatsiya yuzaga keladi. Kofein ongingizni uyg'otadi, shokolad esa kayfiyatni ko'taradi. Mocha nomi tasodifiy emas. U Yemendagi qadimiy mocha porti nomidan kelib chiqqan. U qahvaning Yevropaga moslashgan, shirinlik orqali qabul qilingan versiyasi. Va endi savol ochiq qoladi. Siz qahvani zavqlanish uchun ichyapsizmi yoki undan strategik foyda olyapsizmi? Keyingi macchiato esa buning mutlaqo teskarisi. Kichik, lekin portlovchi kuch. Shu farqni tushunganingizdan keyin qahva siz uchun endi oddiy ichimlik bo'lib qolmaydi. Macchiato, kichik portlovchi. Siz bir qultum ichasiz va darhol uyg'onishingiz mumkin. Kuningizni tez boshlashni xohlaysizmi? Macchiato ideal. Espresso bilan farqini sezishingiz mumkinmi? Ko'pchilik sezmaydi. Shu sirni bilganingizda siz haqiqiy kofe ekspert bo'lasiz. G'alati bir fakt bor. Macchiato italyancha dog'langan degan. Espressoning kuchi sut tomchisi bilan dog'lanadi, lekin uning kuchi o'zgarishsiz qoladi. Turk qahvasi, ritual va tarixiy. Turk qahvasi dunyoning eng qadimiy ichimliklaridan biri. Qattiq maydalangan qahva sut va shakar bilan qaynatiladi va kichik stakanda beriladi. Turk qahvasi nafaqat ichimlik, balki ijtimoiy an'anaviy bo'lib kelgan. Siz har qultum ichganingizda nafaqat energiya, balki tarixiy tajriba olasiz. Turk qahvasi asta-sekin uyg'otadi va shu bilan birga u sizga rituallik hissi beradi. Endi siz turk qahvasi va espresso farqini tushunasiz. Cold brew, sovuq, uzoq davom etuvchi energiya. Cold brew sovuq suv bilan 12-24 soat achitilgan qahva uzoq davom etuvchi barqaror energiya beradi. Savol: yoz kunida tez energiya olishni xohlaysizmi yoki uzoq muddat uyg'oq bo'lish kerakmi? Cold brew barqaror uyg'oq holat uchun mukammal. Haqiqat shundaki, cold brewda kofein miqdori yuqori, lekin achitilish jarayoni uni yumshatadi. Instant kofe tez va oson. Instant kofe eng ko'p ichiladigan qahvalardan biri. Tez tayyor, lekin ko'pchilik uni past sifatli deb hisoblaydi. Savol: tez va oson energiya kerakmi yoki haqiqiy espresso zavqi? Instant kofe tez uyg'otadi, ammo chuqur dam bermaydi. Shu sababli ofis va sayohat uchun mukammal. Endi siz bilasiz. Espresso tez zarba, americano barqaror energiya, cappuccino balans, latte yumshoq va uzoq, mocha shirin kuch, macchiato kichik portlovchi, flat white kuch va yumshoqlik. Turk qahvasi tarixiy va ritual. Cold brew uzoq energiya, instant kofe tez va oson. Endi esa eng oxirgi savolimizga o'tamiz. Sizning tanlovingiz faqat ta'mga bog'liqmi yoki strategiyaga ham asoslanganmi? Haqiqiy kofe shinavandalari qahvani strategik vosita sifatida ishlatadi. Ish kuni, ijod, o'qish va dam olish, har bir holat uchun maxsus mos qahva bor.